Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Navbatdagi darsimizga xush kelibsizlar. Inshaalloh bugungi darsimizda o'tgan darsda o'tilgan CSS positionsning o'tilmagan 3 ta turi, absolute, fixed va sticky positionlarning inshaalloh qo'limdan kelgancha tushuntirib berishga harakat qilaman. Xo'p, absolute position haqida gaplashadigan bo'lsak, o'zbek tiliga sof joylashuv degan ma'noni beradi. Uni ishlatilish tartibi ikki xil. Birinchisi mana shu div boxga nisbatan absolute position beriladigan bo'lsa, absolute rangli qutiga nisbatan position bundagi positionni absolute beradigan bo'lsak, birinchi usuli buni eng yaqin parent qismini, ya'ni ota qismini qidiradi. Bunda eng yaqini mana bu UL. Agarda UL da position turi statikdan boshqa har qanday turga berilmagan bo'lsa, undan bitta yuqorisini qaraydi. Bu yerda div box. Bunda ham agarda position hech qanday berilmagan bo'lsa, undan yuqorisi bo'lib qidiradi. Mana shunday qidiradi va qaysidir eng yaqinida position bu statikdan boshqa bo'ladigan bo'lsa, ana shuni chegaralariga nisbatan bu o'ng tomon, chap tomon, tepa past bo'lib joy bersangiz, ana shuni chegaralariga nisbatan hisoblaydi. Ikkinchi usuli, mana shu qutimizga absolute beriladigan bo'lsa positionni va buning hech qanday bir parent qismiga, ancestorlariga, hech qaysi biriga, ajdodiga position turi berilmagan bo'lsa, statikdan boshqa berilmagan bo'lsa, ana endi bu viewportga nisbatan hisoblaydi. Ya'ni ekrandagi mana shu bir ko'rinib turgan joy 100 viewport bo'ladigan bo'lsa, balandligi va eni 100 bo'ladigan bo'lsa, mana shunga nisbatan hisoblaydi. Kelinglar endi mana shuni men misol bilan tushuntiraman. Xo'p, mana bu yerdagi absolute rangli quti, bu yerda mana absolute rangli quti klass nomimizni yozamiz va positionni bunga. Kelinglar birinchi bunga position berishdan oldin show preview qilamiz. Mana bu yerda ko'rib turganingizdek absolute rangli qutimiz mana bu yerda joylashgan. Xo'p, endi biz bunga positionni absolute beramiz. Ko'rib turganingizdek mana bu bitta yuqori qavatga chiqdi-da, uni o'rnini undan keyingi kontentlar to'ldirdi. Bu xuddi mana shu yerda yo'qday bo'lib qoldi. Bu yuqori qavatga chiqdi-da, z indeksda bitta yuqoriladi. Mana qolganlardan z indeks nimaligini keyinroq tushuntiraman inshaalloh. Va u mana shu o'zini o'rnashgan o'rnida turib qoldi. Ana endi buning hech qanday ota qismiga, mana bu UL ga yoki bo'lmasa mana bu div qismlariga yoki buni mana bu main qismlariga hech qaysi biriga position turi statikdan boshqa berilmagan bo'lsa, o'zi doim avtomatik statik bo'ladi. Agar mana shu statikdan boshqa berilmagan bo'lsa, bu endi mana bu viewportga nisbatan ishlaydi. Misol uchun top qismini 0 piksel qiladigan bo'lsak, xo'p, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, mana top qismi 0 holatda bo'lib qoldi. Mana bu chap tomonlari bo'lsa, mana chap tomonlariga joy beradigan bo'lsak, hop bunga 0 piksel qiladigan bo'lsak, ana endi bu mana bu viewportning chap tomoniga nisbatan 0 bo'lib qoldi. Agarda mana shuni top yoki bottomga hech qanday berilmaydigan bo'lsa, mana bu o'zining o'rnini qayerda joylashgan bo'lsa, ana shu o'rnidan bitta yuqori qavatga chiqqanda, ana endi ana shunga nisbatan o'ng tomon, chap tomon bo'lib joy tashlaydi. Ana endi buni mana bu ota qismi UL bo'lsin, UL positionni relative beriladigan bo'lsa, fixedmi, qaysidir statikdan boshqa har qanday qaysidir beriladigan bo'lsa, va buni chap tomoni 0 piksel bo'ladigan bo'lsa, mana ko'rib turganingizdek, mana bu UL sizlarga hozir buni chegarasini ko'rsatay, yana ham tushunarliroq bo'ladi. Ana shu UL ning chegarasidan boshlab 3 piksel solid red. Mana ko'rib turganingizdek, mana shu UL ning chegarasidan mana shu chegarasiga nisbatan hisoblaydi. Mana shu UL ning chegarasiga nisbatan hisoblaydi. Agarda buni biz o'chirib tashlab turib, top qismini 0 piksel beradigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek, mana bu UL ning
chegarasini mana bu ichki qavati, ichki ko'rinishli mana shu ichki qavatining chegarasiga borib to'xtaydi va mana bu yerda left beradigan bo'lsak 0 piksel, mana bu chap tomondagi devordan mana ichki mana bu devorning chegaraning ichki qismidan mana 0 piksel joy tashlayapti, ya'ni bunga yopishib qolyapti. Agarda buni UL bo'lmasin, mana bu yerda misol uchun UL ga hech qanday bermaylikda position turini mana bu bobosiga beraylik. Bu otasiga hech qanday position turi berilmayapti va bobosiga berilyapti. Xo'p, mana endi mana bu bobosiga nisbatan, bobosining chegaralariga nisbatan mana shu joylashuv tartibi beriladi. Mana shu absolyutning ishlash tartibi. Absolyutning relativdan farqi, relativda joylashgan joyi mana u o'zi statik holat bo'yicha, mana shu, mana buni o'chiraylik-da. Statik holat bo'yicha mana shu yer bo'ladigan bo'lsa, endi bunga position relative berildi va bu hech qayerga o'zgarmaydi. Bunga agarda mana bunday chap tomondan joy tashlash bo'lsa, mana shu joyga nisbatan o'zgaradi. Absolyutda bo'lsa, agarda ota tomondan qaysidir ajdodida position turi berilgan bo'lsa, statikdan boshqa, mana shu ajdodining chegaralariga nisbatan bu chegaralariga nisbatan joylashuvlarini o'zgartiradi. Xo'p, keyingi turimiz, keyingi position turimiz bu yerda fixed. Fixed nima? Fixed o'zbek tiliga tarjima qilganda qat'iy degani. Fixed position degani qat'iy, qimirlamaydigan joylashuv. Qat'iy qimirlamaydigan joylashuv bu ham ishlash tartibi ba'zi qismlari absolyutga o'xshab ketadi. Ya'ni bunga misol uchun fixed position beriladigan bo'lsa, u o'zi joylashgan o'rnidan z indeksi bitta yuqoriga chiqib qoladi va bu mana bu absolyutga o'xshab endi viewportga nisbatan ishlamaydi. Bu endi ekranga nisbatan ishlaydi. Ya'ni bu yopishib oladigan joyi ekranning o'zida bo'ladi va uning pastki qavatidagi HTML kontentlar, ular qancha scroll qilsangiz ham, tepadan pastga boshqa qilsangiz ham, bu aynan o'sha joydan qimirlamasdan turaveradi. Xo'p, buni misol orqali tushuntiradigan bo'lsam, kelinglar, mana bu fixed rangli qutini olamiz va xo'p, unga show preview qilamiz. Buni berishdan oldin bu yerda yana bir qator ko'rsatib qo'yay. Mana bu yerda fixed rangli quti mana bu yerda joylashgan, mana shu o'rinda joylashgan. Ana endi bunga positionni fixed beramiz. Qaranglar. Positionni fixed beriladigan bo'lsa, mana shu turgan o'rnidan bitta yuqoriga chiqib qoldi. Bitta yuqori qavatga, xuddi absolyutga o'xshab yuqori qavatga chiqib qoldi. Ana endi buning farqi, bu har qancha ekran o'zgarsa ham, bu mana shu yerda turadi. Lekin absolyutlar ekran mana bunday tepa past bo'ladigan bo'lsa, yo'qolib qolardi. Mana bu yerda endi biz top qismiga misol uchun 10 piksel beramiz. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu hech qanday o'zgarmaydi. Tepa qismidan 10 piksel joy tashlangan va butun veb-sayt bo'yicha, butun veb-saytning ekranida mana shu tepadan 10 piksel joy tashlagancha qat'iy qimirlamagan holatda turadi. Ana endi xuddi shu holatni mana bu position absolyutga beradigan bo'lsak, absolyutning ota qismiga hech qanday position bermaylikda, mana bunga leftdan kelinglar, bir 400 piksel joy beraylik. Topdan 0 bo'lsin. Mana ko'rib turganingizdek, mana bu absolyut qismi, tepadan joy tashladi 0, chap tomondan 400 piksel joy tashladi. Bunday tepaga scroll qilganimizda, mana veb-saytning pastga tushganimizda absolyut yo'qolib qoladi. Lekin fixed joyda turaveradi. Eng katta farqi bularning mana shunda. Xo'p, ana endi keyingi usulimiz sticky position. Sticky position o'zbek tiliga tarjima qilganda yopishgan joylashuv degani.
ya'ni bu ekranning ma'lum bir qismiga yopishgan holatda turadi va buni eng yaqin bo'lgan parent qismini eng yaqin bo'lgan parent qismini scroll, ya'ni mana bu tepadan pastga qimirlashi, tepadan pastga tushishi, mana shuni hajmi joyi qanchalik bo'ladigan bo'lsa, ana shuncha joygacha bu yopishib turadi, undan u yog'iga yopishmaydi. Ana endi kelinglar, yaxshisi misol bilan tushuntiradigan bo'lsam. Bu yerda sticky class nomi berilgan mana bu boximizga. Buning ichida mana ko'rib turganingizdek h2 va paragraf va divlar bor. Xo'p, buni biz olamizda. Bu yerda class nomini qo'yamiz va mana shu boximizga nisbatan biz balandlikni 500 dynamic view height beramiz. 500 dynamic view height nima? 500 dynamic view height mana bu yerda ko'rib turganingiz, mana tepadan pastgacha bo'lgani, mana shu 100 dynamic view height. Mana shu yerda kontentlar turibdi, mana shu tepadan pastgacha bo'lgani 100 dynamic view height. Agar endi biz mana bu yerda ko'rib turibsiz, mana bu o'zini kontentlari sig'adigan balandlikda turibdi. Endi bunga biz qaytadan refresh berib yuborsak, mana 500 dynamic view height berilgan bo'ladi. Xo'p, biz endi buni ajralib turish uchun background colorni kelinglar, yaxshisi antique white beramiz. Antique white beradigan bo'lsak, mana ko'rib turganingizdek rangi o'zgardi. Xo'p, ana endi biz mana bu h2 mizga unga mana bu yerda biz yana ham aniqroq bo'lish uchun child usulidan foydalanamiz. Xo'p, bu selektorlarni combine qilishni, ya'ni birlashtirishni child, ya'ni farzand usuli. Agarda bu haqida bilmasangiz, yuqorida linkni qoldiraman, bemalol ko'rib shu darsligimizni ko'rib o'rganishingiz mumkin. Xo'p, bu yerda endi positionni stickyga o'zgartiramiz. Bu yerda bitta kalit holat bor, ya'ni eng asosiy holat bor. Mana bu yerda h2 hech narsaga o'zgarmadi. Buning o'zgarishi uchun bunga biz tepa past, yon chap, o'ng chap degan joylariga biz qaysidir biriga hech bo'lmaganda bittasiga mana shu kattalikni belgilay, qayerda turish kerakligini belgilashimiz kerak. Bu yerda biz tepadan 0 pikselni beramiz. Ana endi qaranglar. Bu yerda biz veb-saytni refresh qiladigan bo'lsak, mana bu veb-saytning chegarasi mana shunday tushib keladida, mana shu h2 ga yetganda ko'ryapsizmi? h2 bu yerda saqlanib qolyapti. Toki mana bu oxirgi chegaraga yetib kelgungacha o'zining parent qismi, eng yaqin parent bo'lgan qismi, eng yaqin parenti bu yerda mana bu div qismi. Buni hech qachon siz mana bu bobosiga yoki undan tepalariga berib yubormaysiz. Bunga eng yaqin bo'lgan parent qismiga nisbatan mana shunday kattalikni berasiz va mana shu kattalik qancha scroll bo'lsa, mana shuncha joygacha mana shu sticky holatda turadi. Ana endi buni yana ham ajralib turish uchun background colorni blue ga beramiz. Mana shunday bo'lsa, mana ko'rib turganingizdek background color blue bo'ldi, ya'ni ko'k bo'ldi. Mana shunday o'zgarganda ko'ryapsizlarmi? Mana bu paragraf taglardan yuqori z-indeksga o'tib qoldi. Z-indeksni nima ekanligini inshaalloh hozir tushuntiraman. Mana shunday holatda sticky ishlaydi. Kelinglar, bunga yana ham misol uchun chuqurroq misol keltiradigan bo'lsak, mana bu yerda ko'rib turganingizdek, mana bu qo'shimchalar deb deyilgan klass nomi berilganiga, xo'p, bularga ham biz ma'lum bir balandlikni beramiz. Heightni 50 dynamic view height beradigan bo'lsak, endi biz mana bu qizilni orqa fonini qizil qilamiz. Background colorni red beramiz. Xo'p, va bundan keyingisi sariq edi. Sariq klass nomiga background colorni xo'p yellow beramiz. Endi undan keyin yashilga background colorni green beramiz. Xo'p,
mana bu yerda bir ko'ramiz. Ko'rib turganingizdek, mana stikining ishlashi. Ana endi bularning ichidagi mana bu ichidagi paragraflarga ham biz stiki beramiz. Buni ichidagi paragrafga hop sticky beramiz. Position sticky. Hop, sariqqa ham xuddi shunday qilamiz. Kelinglar, yaxshisi bularni hammasini bunday birlashtiramizda. Qani bu yerda qo'shimcha qutilar turibdi. Ularning hammasining ichidagi mana qo'shimcha qutilar turibdi. Uning ichidagi barchasining paragrafiga kelinglar, yaxshisi bularning hammasining ichidagi paragrafga positionni sticky beramiz. Position sticky berildi. Xo'p, endi uni shunday o'chirib tashlaymiz. Xo'p, mana bunday keladi. Bu qizilga keladi. Qizil, sariq, yashil. Xo'p, endi buni nima qilish kerak edi? Bularga ishlash uchun top qismiga 0 piksel beramiz yoki o'zingizga kerak bo'ladigan, misol uchun necha piksel bersangiz shu. Mana bu yerda H2 keladida, mana qizildan keyin esa sariqdan keyin bu sizlarga yaxshi ko'rinmayapti. Buni yana ham yaxshi ko'rinish uchun nima qilamiz? Bunday qilamizda, paragraf background colorni red beramizda. Bu ajralib turadigan qizil bo'lsin. Endi kelinglar, bunga yaxshisi qizg'ish, o'ta ham qizg'ish beraylik. Xo'p, bu sariqqa ham xuddi shunday qilamiz. Paragraf tag background color yellow beramizda. Yellowning juda ham to'qroq rangini beraylik. Endi yashil. Uni ichidagi paragraf tag, uni background colorini green beramizda. Kelinglar, bunga greenning, yashilning och yashilini beramiz. Ana endi buni boshqatdan refresh berdik mana veb saytimizga. Endi mana bu yerda mana bu sticky position mana bu qizilgacha keladida. Mana endi qizilni tagiga o'tib ketadi. Qizilni tagiga o'tdi-da, u yo'qolib olmadi. Mana tagida jichcha ko'rinib turibdi. Qizilni tagiga o'tdi. Bu yerda qizilni chegarasi tugashi bilan mana endi bu mana tagidan kelib chiqadi-da va sariqning tagiga ketadi. Sariqning tagida va mana bu backgroundning ustida turibdi. Bu o'rtasida turibdi. Mana bunday keladi-da. Bu yerda yashilning ostiga o'tadi-da, yashildan pastki qavatga. Mana shunday bo'lib sticky position ishlaydi. Mana. Xo'p, ana endi sizlarga z-indeksni tushuntiraman. Z-indeks nima? Z-indeks agarda mana shu position turi statikdan boshqa barcha position turi beriladigan bo'lsa, ularning barchasida z-indeksni o'zgartirsa bo'ladi. Mana misol uchun static positionni ko'ramiz. Static positionda ko'rib turganingizdek, mana buni z-indeksini o'zgartiramiz. Buni o'zgartirganimiz bilan ham buni siljiti bo'lmaydi. Ko'ryapsizmi? Buni siljiti bo'lmaydi. Static position esingizda bo'lsa, shuning uchun z-index bu static positionda ishlamaydi. Ana endi bu yerda relativga keladigan bo'lsak, buni z-indeksini mana bu yerda ko'rib turganimizdek, relativ mana bu yerda turibdi. Kelinglar, yaxshisi bunga yana ham pastdan siljitaylik, yozuvlarni ustiga to'g'ri kelsin. 100 piksel siljitadigan bo'lsak, xo'p, bu yerda mana yozuvlarning ustki qavatiga chiqib qoldi. Mana tagida yozuvlar qoldi. Ana endi biz z-indeksni beradigan bo'lsak, xo'p, z-indeksni -1 beramiz. Bularning z-indeksi misol uchun 0 bo'ladigan bo'lsa, bu misol uchun mana -1 bo'lib 0 -1dan ko'ra katta, shuning uchun tepaga o'tdi. Mana bu boksimiz, relativ boksimiz pastga o'tib ketdi. Mana shunday qilib z-indeksdan foydalansak bo'ladi. Bu xuddi 3D ishlashga o'xshaydi. Ya'ni
turli xil kontentlarni 3D usulida ishlatmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, bu Z indeksdan foydalansangiz bo'ladi. Mana shunday qilib biz absolute, fix va sticky positionlardan foydalanamiz va Z indekslarni ishlatamiz. Bugungi darsimiz mana shulardan iborat edi. Inshaalloh keyingi darsda ko'rishgunimizcha barchangiz sog' omon bo'ling, Allohning panohida bo'linglar.